degan ovqat ekan. Mana Toshkent, qaysi ko'cha? Navoiy ko'chada o'zmi? Hadrar milliy taomlardamiz. Navoiy ko'chada. Mana shunday ovqat ekan. U shuni bari tugani bugun. Har kuni to'liq tugadi. Qancha kilo hozir bor? Voy voy, mana qara. Mana qozonda qara. Assalomu alaykum. Mana bu yerda ham oshlar bo'ladi. Ovqat bo'lar bu yerda. Har qanday ovqat. Lag'mon, osh. Ana. Yo, bizlarda zo'r ekan. Mana qara. Ne qilyapti? Sayz bosyapti. Mana qara. Manda yo'q bizda. Bunday to'yda bo'ladi-da, bunday go'sht. Buna ne go'shti? Onu görmekmi? Buna zılkın koşaydı, attı koşaydı. Maldın go'shti mi? Otga ham bo'lish kerak. Buna yeyeceğiz 5 orma. Norin ovqat qiladi. Ha, norin 1 kilogram. 1 kilo narxini ham olib Tamam, qarang. Norin degan ovqat ekan. 1 kilosi 96.000 rubl. 96.000 so'm. 96.000 so'm. Qana ko'rsatingchi? Ona go'shtni qara. Yanan tartali. Buni ne biya qilib qo'ygansiz qara? Quritilgan go'sht ekan. Yutilish kerak bu. Zapas yenza qazilar. Bu nima haliginday? Mana go'shtman deyilib qo'yibdi. Surishlatdan qo'yadi, surishlat. Qara. Bunday bir ovqat bo'ladi bu yoqda. Bu yoqda go'za sho'rpalar qaynayotadi. Mana. Go'za sho'rpalar o'zi qaynayotadi bu yoqda. Man qaranglar. Buna tag'avuz po'var ekan. Bu ne deydi? Gumma deydi. Buna tag'avuz. Elimda pirashki, fast food o'xshaydi. O'tiramiz. Qolim degan ovqatini oldik. Choyni bering menga. Ko'rsangiz cho'nkana. Bu et bilan qamir o'xshaydi. Et bilan lekin bilmaysiz hozir. Zakaz qildik. Mana qolim.